Farmasevtda qachondan beri bular ruchkada yozadigan bo'lib, hali yarali muddatini ham hali ruchkada yozib qo'yishi kerak endi. Hop. Dorixonada mana. Bular ham masalan oddiy anaqa farmatsevtik ma'lumotlar uchun oid qolishadi hamshira. Farmatsevtika o'qimagansiz, bo'ladi ham, parfumeriya ham sotiladi ekan bu yerda. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qaqir qishlog'i Muhammadiyor Shokirov dorixonasiga tashrif buyurdik. Dorixonaga tashrif buyurgan chog'imizda retsept asosida sotiladigan dorilar bezetsept sotilishi holatlarini va chek bermaslik holatlari, ya'ni soliqdan qochish holatlarini va undan tashqari dorixonada faoliyat olib borib turgan ishchi, ya'ni farmatsevtika o'qimagan, umuman farmatsevtika ma'lumoti yo'q, buyrug'i oddiy fuqaro dorixonada turib, savdo rastasida turib fuqarolarga dori sotib turganini mana videoda o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu qanchalar to'g'ri? Umuman o'qimagan farmatsevtika sohasidan yiroq inson dorixonada turib dorilar sotishi. Bularga kim huquq beryapti? Qachongacha farmatsevtlar, ya'ni dorixonada turib dori vositalari sotadi? Bilmay. Shu bilmagani uchun mana shu retsept asosida sotiladigan G baralga rusumli dorini bez retsept sotgan. Yana bu holatlar qancha bo'ladi? Qachon barham topadi? Mutasaddi tashkilotlar qayerga qarayapti? Bu manfaatdormi? Nima uchun tekshirilmayapti? Borib chorasini ko'rilmayapti, nazorat qilib yurilmayapti. Qat'iy oyda bir bo'lsa. Shu holatlar bo'yicha kerakli mutasaddi tashkilotlardan rasmiy munosabat kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. To'g'rimi? Assalomu alaykum. Bu tarafda aka. Opajon, bu sotgan doringiz retsept asosida sotiladimi? Xabaringiz bormi? Siz sotdingizmi shu dorini? Buyruq asosida ishlaysizmi opa? Buyruq asosida afsanmi? Men hozir bitta boshliq ish bilan ketdim kassaga. Ha, qarindoshimisiz? Kimi bo'lasiz? Ayol. Adem farmatsevtika o'qimagansiz? Yo'q, o'sha advokat. Yo'q, farmatsevtika o'qiganmisiz? Ha? Yo'q, o'sha universitetda. Yo'q, farmatsevtika o'qimagansiz. Hozir abet betiligi uchun mana buni pachkasiga ham yozib qo'ygan, retsept asosida sotilishi. Birinchidan bez retsept sotgansiz opajon. Ikkinchidan sizni savdo rastasida turgani haqqingiz yo'q. Farmatsevtika o'qimagansiz birinchidan, ikkinchidan buyrug'ingiz yo'q opa. Uchinchidan iste'molchiga chek bermayapsiz. Apparat ishlayaptimi opa? Iste'molchilar huquqlari to'g'risida 10-modda bor opa. 10-moddada iste'molchilarga chek berish majburiy deb yozib qo'ygan opa. Vazirlar Mahkamasining 185-sonli qarori bor. Qarorda 29-bandida opa. Xo'p, iste'molchilar huquqlari yozilgan. Shu dori haqiqatdan 20% gacha qo'yilib sotilyapti. Birinchi masala. Ikkinchi masala, O'zbekiston ro'yxatidan o'tgan dorimi yoki yo'q? Shu bo'yicha hujjatlar taqdim qilsangiz. Rahbaringiz taqdim qiladi, siz bilmaysiz, siz o'qimagansiz. to'lov, yillik to'lov tugagan ekan. Apparatlar o'zgardi. O'shuncha chek apparati ishlamayapti. Chek apparatimiz yillik to'lov qilgan bankka ketishgan. Chek apparati ishlamasa ham suvdan to'xtatish kerak, opa. Yo'q. Shunday nimasini qilib kassaga nima qilib turadi? Chunki bu soliqdan kelgan tushgan pullar qariyalarga, nogironlarga yo'q, soliqdan tushgan pullar qariyalar, nogironlarga ishlatiladi, opajon. Shuning uchun rahbaringizga qilib bering. O'tib ketsin. Qarayapti yoshlar. Yomkan to'xtatib turadi. Yo'q. Savdo qilyapsiz opajon? Sotgansizlar.
Teng bo'lib ustingizga forma ham kiyyapsiz. ish forma ishga Mana ham bor. Ruchkada yozilgan ekan bu. Ruchkada yozilgan. Data is granted общение. Qachondan beri farmatsevtikalar ruchkada bilan yozib olishda o'rganishdi ekan. Baxt savdo qilinmaydi akajon. Chunki baxt farmatsevtika o'qimagan-da. Menga zarur-ku. Mayli, zarur. Menga nima qilsa bor. Yo, sizga qizig'i bor. Aka, sizdan boshqasi kirsa noto'g'ri dori sotib qo'yishi mumkin. Shuning uchun farmatsevtika o'qimagan odam savdo rastasida turgani haqqi yo'q aka. Sizga misol qizig'i yo'q. Kimdir kirsa noto'g'ri dori sotib qo'yishi mumkin-da. Kichkinalar, kattalarga beriladigan dorini kichkinalarga sotib qo'yish mumkin. O'ylab ko'ring, xullas oddiy fuqaro dorixonada turib dori sotyapti hozir. O'qimagan buyruq asosida ishlaydi. Sizga zarur dorini hozir boshqa dori. Mayli, sotsa sotaversin, so'mka uchun o'zi javob beraveradi. Bizkilarga mana retsept asos sotiladigan dorini mana biz retsept sotib yuborgan. Mana shunaqa xatolik yo'l qo'yapti, o'qimaydi bilmagan odam. Bularda ko'p dorixonalar bor. Doktorlik bilan aptekalik farqi bor. Doktorlik u hamshiralik boshqa, laborantlik boshqa, farmatsevtika boshqa. Buni opajon ruchkada yozib qo'yganmisizmi? O'zlaring, 18.01.25 deb ruchkada chiqarilgan sanani qachondan beri farmatsevtlar mashina yana olgin, farmatsevtlar qachondan beri bular ruchkada yozadigan bo'lib, hali yaraqli muddatini ham hali ruchkada yozib qo'yishsa kerak endi o'tirishda. Oho, bo'ladi ham, parfumeriya ham sotiladi ekan bu yerda. Yanvarning 25-12-oygacha. Mana dorilar ahvoli. Samping qoidalariga rioya qilinmaydi. Dorilar artilmaydi. Dom bo'lib yotibdi. Yo'q, muddati bor. Hop. Dorixonada mana. endi o'tyapmizda bitta shamo boshlangan bo'ladi. Hop. Buni bilasiz, o'zingiz retsept asosida sotiladi, to'g'rimi? O'qigan bo'lsa, pachkasini orqasiga yozib qo'ying, korobkasigacha yozib qo'ying. Hali taqiqlangan narkotik psixotrop dori demayapman, hali doktorda hali nazlacheniyasi asosida sotiladi. Ko'pchilik buni zararginda deyarli sotmay qo'yganmiz. Sotmay qo'yganmiz. Retsept asosida bo'lgan, keyin hozirgi kunda bilas yoshlar ayniqsa ko'p o'rganib qolyapti. Ha, shuni men gapirib chiqyapman. Mana shu sohani asoschisiman aka, blogerlar. Yoshlar biz endi siz qachondan boshlagansizmi? Gapirib nima qilishdi? Xo'p. Men 2024 dan boshlaganman aka. Biz nechinchi yil ekan? Institut o'qib yurgan paytimizda Toshkentdan boshlaganmiz. Ha, Toshkentda Toshkentda roza o'rgangan paytda u payt. Toshkentda 2021 dan. Oddiy baralgin ham shunaqa ekan deb chiqqan, o'shandan keyin Ha, buni hammasi hali berolgin bor, borolgin umuman bor, sostav shu sostav. baralgin bor, hammasi bir xil. Original 3 tadan baralgin. oshiq, xullas dalillarni tushirishga kayfiyat. Bu bitta masala aka, iste'molchi chek beradi. Bu ikkinchi masala. Opa Endi farmatsevtika qarang, o'qimagan ekan. Bitta narsani sizga tushuntiray. Xo'p. Bu o'zimni holam bo'ladi. Bankka borishim kerak bo'lib qoldi hozirgi vaziyatda. Chunki bilasiz, bizda asosan bankda xo'jayinimiz qilardi. Ular umraga ketishdi. Endi o'zim ishchiman, ham bankka borishim kerak. Juma kuni ishchi kunning oxirgi kuni Keling aka, mana ular qarang. Umuman bu qarang aka. ular yangi keldida, endi hozir joylashtirib nima qilamiz?
Endi aka siz nima deb o'ylaysiz? Siz fikringiz to'g'rimi mana shu hozir? Bu birinchi holat biz ko'p aptekalarda Yo'q, shunaqa ko'ryapman. hozirgi kunda sistema- Endi o'zi o'ylab ko'ring, oddiy fuqaro bitta savdo rastalarida turib, bilib-bilmay, işte bilasiz doktorlar, bir xilgilar misol oyog'ida ham yozaveradi haligi. Shunaqa tushunib Qo'pol bo'lmaydi. qilib aytdim, tushunib bo'lmaydi. Bitta harafidan noto'g'ri adashib turib, bitta noto'g'ri dori sotib qo'ysa, Bular ham misol uchun oddiy anaqa farmatsevtik ma'lumoti bo'lsa ham olib toliblarda hamshira. hamshira bilan misol как o'ylang, bog'cha opa bilan xullas. Bitta hozir nima desam bo'ladi? Gazchi. Ikkovi ikki xil sohada. Siz gazchi bilan uni solishtirmang. Ba, Misol uchun hamshira. bog'chani tarbiyalovchisi bilan mudiri deng. Yo'q, Shunda ikkovsi bitta sohadan chiqadi. hamshira aka misol fuqarolar davolaydigan, yordam ko'rsatadigan shaxs va dori sotadigan. Hamshira baribir farmatsevtika sohasini tushunmaydi. Retseptini misol zo'r o'qishni bilmaydi. Misol qaysi dori nimaga? Qaysi sohani bitirgansiz? O'zim men aka farmatsevtika o'qiyman. Mani keyin aka tushunmadim, ruchkada o'zlari yozib qo'ygan. Yo'q, buni o'zi zavod tomonidan anaqasi yozilgan. Serial raqami ishlab chiqaruvchi bo'ldingiz. 18.01.25 da ishlab chiqarilgan. To'g'ri, bu zavod tomonidan shu ruchkada yozishi noto'g'rimi aka? Bu manimcha firmadan kelsa kerak. Shunaqa Birorta o'zi firmadan. firma, ha? ha. Anaqa skladlardan kelsa Mana kerak. shu Ular ham firma aka sertifikatlar bormi aka? Ko'p firmalar aka mashinaga yig'ilyapti-da aka. Har xil dorilar olib kelib, aptekalarga xullas Yo'q, pulini berib unaqalar hozir o'tkazdirgan. deyarli Mana to'xtatilgan. misol qarang, qaysi doriga mana shunaqa ruchkada o'zlari Bu yozib qo'ygan. vitamin hisobida Vitamin hisobi Ha, to'g'ri, yoshlarga, askar yosh bolalar askar misol anaqa ko'proq foydalanadi. Lekin bu narsani o'zi ham noto'g'ri, chunki bu ruchka yozilgan. qarangda yo'q, shoshmang. Bu farmatsevtika mahsulotga kirmaydi. Bu parafarmatsevtika. O'qiganman deyapsiz, institut o'qiganmisiz axir? Yo'q, kollejda o'qigan. Kollejda o'qigansiz. Farmatsevtika mahsulotlar ikki turli bo'ladi. Farmatsevtik mahsulot, parafarmatsevtik mahsulot. Parafarmatsevtik mahsulotlar bu siz shampundan tortib tirnoq oladiganingizgacha nima qilib turadi. Farmatsevtik. Chunki undan organizm teriga ishlov beruvchi boshqa narsalar kiradi. Endi bu ham o'sha narsaga kiradi. Agar dori vositalaridan nima qiladigan bo'lsangiz, bular endi haqiqatan Endi aka buni haqiqatan shu ro'yxatdan o'tgan bo'lsa bitta sertifikat ro'yxatdan o'tgan bundan. 20% gacha narx qo'yilib sotiladi. O'sha bo'yicha bizga taqdim qilsangiz bo'ldi bizga.